men bo'lsa ham yordam qiling, ehson qiling. To'g'risida hamma birlashyapti-ku. Hamma yaqinlaringizga hech bo'lmasa tarqatib, qo'lingizdan kelmasa pul tashlash, like bosib qo'ya olasiz-a? Tez buxgalterga uchrashasan-da, kompaniyani o'tgan yilgi foydasidan 3%ni shu bolaga ehson sifatida ajratasan. Tushundingmi? To'g'ri. Tezlashamiz. Bola otasiga yetkazildi. Yangi loyihamizdan uy berishga tayyormiz. Xo'p bo'ladi. Shuni bugun hal qilinglar. Tushunarli. Adasi, Ha. oylik tushgan bo'lsa, bo'lajak farzandimiz nomidan shu bolaga ehson qiling. Qartajni 86. Sevar. Xo'p. Kartenda puling bormi? Ovqat zakaz qilmoqchimiding? Bevshim nogiron bo'lib qopti bechora. Yomon bo'libdi-ku. Ataganing bo'lsa ber qo'shib tashlab boraman. Yo'q, hali pochim qilmadim-ku. Napida bormikan a? Napi? Vovoq. Vovoq. Vovoqlar sovqot qopdi-yu. Ay, adasi, o'g'lingiz. O'g'lim. Voy bolam. Voy bolam, nima bo'pti bolamga? Video tashlabdi. Ha, uning. Bir nima ekandimmi? Voqma qilishingga qara. Jiyaningiz oyoq qo'ling ishlamay, больницada yotgan ekan. Voy, Sobir ekanmi o'g'limi? Soppa soy yuruvdi-ku. Bilmadim. Ma, bor, qarindosh urug'liga xabar ber. Bansiga borib ko'rib kelamiz. Pansi turolmay. Juring, haydang. Juring. Bu meni eng yaxshi ko'rgan o'yinchog'im. Buni sizga olib keldim. Ota Anjela. Rahmat. Tuzalib keting. Pulimiz bor. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz yaxshimisiz? Pulimiz bor. Pulimiz bor. Anjela. Uchishni bilasanmi? Voy Anjela. Pulimiz bor. Mana pulim. Otajon, voy ketdi. Voy ketdi. Voy ketdi. Kechiring, atlar qiyanim yo'q. Sochingni emas. Uylanama. Nasib. Sekin. Akajon, shartnomamiz yil oxirigacha emasmidi? Yil endi boshlangan bo'lsa, qanaqa qilib atmen bo'ladi? Xo'jayin xohlamayaptilar-da, ukam. Xo'jayin o'zisiz-ku. O'shada, men xohlamayman. Qaytar uy kaltini. Ota boladan uzr so'rash kerakmi deyman-da. Ana, rahmat. To'xtanglar. Bitta. Siz gapiring. Aka, meniki To'ytepada 3 xonali uy beramiz. Shahardan tashqari bo'lmaydi. Siznikichi?
aka bizniki shaharda faqat 2028-yarmiga bitadi. Oy, shartda kirib yashaydigani kerak. Kimda tayyor uy bormi, kimdirda? Aka, hozirda tayyor kadastr chiqqan uy bor. Bemalol kirib yashab bersalaring bo'ldi. Qayerda joylashgan? Yunusobodda. Hop, olindi. Aka, mana Ketdi tog'a. Bugun hayotimizdagi eng quvonchli kunimiz. Hammalarga rahmat kattakon, bolam. Stop. Bitta ko'rib olaman, tog'a? Hozir 1 minut. Bugun hayotimiz bo'ldimi, bolam? Bo'ldi, mana shunga bitta qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Ay, yuring tashqarida gaplashaylik, bolam dam olsin. Bo'ldi, bo'laveradi. Qarang, o'zi uyda nechlikka bor. Hozir Mijozga qarab-da, patrullar ham bor, shuni ham zavodga olish kerak. mashinasi tanishlar uchun kompaniya. Jon, sergina mashina turibdi. Samandar. Tekir, banisadamiz, Samandar. nima qilyapti senga o'zi? Sabrjon. Yo, senga emas. Qochdimi bu yoqqa? Ne qochadi? Nima qilyapsizlar? Nimalar Samandar. Voy, qilmanglar. Voy. Tez chiqinglar bu yoqqa. Voy, hozir qarab olaman men. Voy, ukama. Shunaqa kulgan bormidi boshimda? Senga emas. Jiyanima. Odam qanilar. Nega bizaga aytmading? Yordam berardik-ku. Yordam berardik. Xotinim mazasi bo'lmay yotganda bitta eladan ham sado chiqmadi-yu. O'lib ketdi oxiri. Bir hafta oldin yaxshi edi-yu. Nima, qanaqa kasal ekan o'zi? Bolamda ko'k pardalniy quyoshlashgan kravatalnologiyalar kasalligi aniqlandi. Voy, o'lmasa. Yo'q, unaqa kasallik. Yolg'on gapiryapti qaynanang. Voy. Ishonma deyapman, zudda-yu, yo'q unaqa kasallik. Yo'q, senga emas. Qatta o'tiribdi o'zi. Avtohalokatga uchradi. Katta Matiz urib ketdi. Og'ir urganida bolamga miyasiga qon quyilib, litr qon chiqib ketdi. Bechora bolam qiynalib yotibdi. O'lib ketmaydimi? O'liblar ketmaydimi? Opa, tashqariga chiqib gaplashing, hammani bezovta qilyapsiz. Ha, yo'q, senga emas. Bir ishga senga. O'lib ketsin deyman-da. Tavba. Sobir aka, sizga bergan 4000 dollarim bor edi-yu. O'shandan kechdim aka. Rahmat. Siz toychon dori-darmoniga ishlating. Sobirjon, esingizdami? Biz ham ikkita buqamizni olib chiqib sotib yubordik-ku. O'shanga rozimiz. Qaytaraman deb o'ylab yurmang. Rahmat kerak, rahmat. Sabr. Seni ham menga berishing bor edi, ha? Men ham kechdim o'shandan. To'xtang, hozir berib yuboring. 45 mingmi? Yo'q, kerak emas. Mana 45 ming. 45 ming edi-ku, lekin marhaba qilsam, hisob qo'y buni. Hali dori-darmonga ishlatasan, больницаlarda ishlatasan, kerak bo'ladi. Obidjon, xo'sh. Mana keldik, ko'rdik. Xudo shifo bersin. Qaytamiz endi. Qani ketdik. Samandar, Xudo shifo bersin. Sabr toqat tilayman. Sobirjon. Samandar mayli, yaxshi Qaytib ketyapsizlar. Voy, o'tirmaymizmi? Bir Sobir. Qalaysan, tuzukmisan? Yaxshimisan, jigar? Soylarni o'tirmaymizmi? Nima? Voy, cho'chingdan o'zim o'rgilib. Bularni voy, alo, bu telefonlashamiz. Albatta, xo'p, sog'aying. Voy, yaxshi bo'lardi. Bo'ladi. Yaxshimisan? Bo'ladi. Choy qo'ysak bo'ladi. Choy yo'q edi. 15. Sobirjon. Haligidan 30 ming deb turgin, taksiga yetmas ekan. Qolganiga 15 mingga dori-darmon olasan. Men roziman, xo'pmi? Rahmat. Chin dildan roziman. Shifo bersin Xudoyim. Bo'pti. Xayr.
15. Hop. Alo. Ha, 47-chi lyuks palatadamiz. Biznes plan. Ha, chiqaveringlar, men chiqolmayman, ha. Mashina ham tovarasiz. Majbur emasman, kechmayman. 300 ming bo'ldi sizda. Aka, mabodo adashib ketmaydingizmi? Manimi? Biz ham bir siz haqqingizdan yesaymiz-da. Bloger. Yo, agar olmaydigan bo'lsangiz ham tovarlarni joy-joyiga qo'ying deb boshqa do'konga boring. Mana qarang. Mana. Ya bu ham qaysidir qiynalgan haqqi bo'lsa-chi, sherik bo'lib qolamiz, olib qo'ying. Insofingga sani xommi? O'zingda yo'q narsani gapirma. Chakagingni. $200 ming tashabdi. Bas. Ada, anaqa qilsa orcha bo'lib ketmayaptimi? Qanaqa qil? Kelishdi. Sobir aka. Labbay. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanaqasiz aka? Yaxshi. Sizlarga yengilligim bor. Ko'zinglarni yuminglar. Xo'p. Ochinglar ko'zinglarni. Xullas kalom. Mr. Erik Gyonter, Germaniyadan. Bunisi esa Fusin, yosh professor, Xitoydan. Xullas kalom, bu insonlar falaj bo'lib yotgan ancha-muncha bemorlarni davolashgan. Siz ham o'g'lingizni davolashadi, nasib etsa. Va. Zo'r-ku. Bolam, joni og'riyapti-da. Die Lage ist unklar, aber ich glaube, wird wieder gesund. Gut. 先生，这边我给您做一个初步的一个解释，就是说，结合我给他扎过3针以后，这个3针它并无伤到任何筋骨，还是有希望的。然后我们需要做一个 MRT 报告，这个 MRT 的话， Sobir aka. Labbay. Kutmagan edim aka. Umid bor ekan, umid. O'g'lingizni nerv tolasi tirik ekan. Tirik. Nima yig'layapti? Tuzal kechini eshitgandan yig'layapti. Jonim bolam. Aka, ertaga apparatga tushiramiz-ku. O'shanda hammasi aniq bo'ladi. Endi bizga ruxsat aka. 他这边的话，目前治疗的话还是没有很大的希望，但需要做一个报告。 Kam. Apparatga tushirmasak bo'lmaydi-da. Bo'lmaydi aka, tushirish kerak. Aniq tushirish kerak aka. Umid bor dedingiz-ku, shu umid bilan Yetib keldik. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz? Aka, mana qarang, tinchlikmi? Turing, o'rningizdan turing. Nima yordam kerak? Aka, mana qarang. Mana o'rtoqlar, bloger kelib, o'g'limni alamini olib uryapti, yotqizib olib. Aka, men uzr so'ragani keldim, noto'g'ri Ket! Ay! Militsiya, yordam! Bu ketishda qanaqa bo'lib qoladi? Qamalga ketmayapti. Erkak bo'lsang-chi. Qachon qarasa yig'laysan? Meni ham yuragimni siqib. Bo'ldi, hech kim qamalmaydi. Bloger bilib qolmadi-yu, bolam o'qima qilma. Bloger mayli. Doktorlar-chi? Ulardan qo'rqyapman. Hal qilamiz.